Bitta kino tavsiya qilmoqchiman sizlarga. Umuman olganda bu kino emas, serial. 5 qismdan iborat, где-то 1 soat nari berisi bilan. All of it. All of it. Madness. Chernobil hodisasi. O'sha 1900 nechinchi yil bo'lgan Chernobil? 86. O'sha yili internetdan qidirsanglar ikkitasi chiqadi. Bittasi rus kinematograflar tomonidan olingan Chernobil degan bir qismli. O'zi bitta dona kino bor. O'sha kinoda u kino qanaqadir bir menga tarixiy kino emas, bir super qahramon to'g'risidagi filmga o'xshatib yubordim uni. Unda nima deydi, bitta odam ham o'zi adashmasam ham o'zi portlatadi, o'zi borib o'chiradi, keyin o'zi ana tiqilib qolgan suvlarni chiqarib oladi. Короче, hammasini o'zi qiladi, super hali ham yashab yuribdi deb ko'rsatishgan. HBO kompaniyasi olgan, suratga olgan 5 qismlisi bor. Juda ham zo'r ishlab qo'yishgan. Hozir buni yana ko'plab studiyalar tarjima qilib tashagan. Bemalol shu ko'p ovozli, endi professional dublyaj deya olmayman, ko'p ovozli dublyajda ko'rishinglar mumkin. Men bir ovozlikda ko'rganligim uchun menga o'shanisi ko'proq yoqadi. Yong'in xizmatimi? Allo, Ivankov. Ha, Pripyatga jo'nang. Allo. Ha, eshityapman. Atom stansiyasiga boring. 3 va 4 bloklarda tom yonyapti. Bitta ko'rib boqinglar, va shu zo'r ishlangan serial 5 qismda aytganimdek, ketgan vaqtingizga 100% achinmaysizlar.